Assalomu alaykum hammaga. Bu videoda tradingga aloqasi bor любой tanishingizga срочно jo'nating. Chunki bunaqa imkoniyat qaytib kelmaydi u odamga. Qaranglar, tradingda robot bo'ladi, analiz qiladigan, ichida bir dona sun'iy intellekt bo'ladi. U 50 top beradi. Ko'pincha to'g'ri topadi. Agar robotning ichida ikkita sun'iy intellekt ishlasa, u robot qatib qoladi, ko'tarolmaydi. Endi hozir bizni qo'limizga o'sha kam sonli manaman degan robotlar, traderlarda qo'lida bo'ladigan robot bizni qo'limizga kelib qolgan. Ichida naqd 5 ta sun'iy intellekt ishlaydi. Manaman degan traderdan zo'r analiz qiladi 5 ta sun'iy intellekt. Endi mana 1-2 oydan beri puli oqib ketayotgan, nima qilishni bilmayotgan, nima qilsam pulsizlik bo'lib ketayotgan odamga jo'natib qo'ying, chunki biz uni 8000, 5000 2000, 3000 dollar demasdan arzon qoqib bahoga ito abonentski emas, polniy dostуп berib yuboramiz. Yana nima? Endi foydali bo'lardi. Chunki 10 tadan 8 tasini taniq topyapti. Bari sun'iy intellekt yaxshi fikrlaydi-yu. Men o'zim trading qilmayman. Trading qilganimda hozir nima qilishni bilardim. Mabodo trading sohasida bir natijaga erishaman deyotganlar bo'lsa, bu imkoniyat akalar. Mana pastki raqamlarga qilinglar. Men shaxsan o'zim do'stlik olib beraman, polniy do'stlik. Maza qilib pulni qilinglar.